إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde ruh ve onun hususiyeti hakkında toxtalamiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve yes'alunake anir-ruh, kulur-ruh min emri rabbi ve ma utitum ilmi illa qalila. Ey Peygamber, Yahudiler senden ruh doğruluk soruşudu. Ular da aytdın ki, ruhning keligini Rabbim biladi. Yani bunu bilish Rabbimning ishidir. Sizler fakat azla ilim bilinglar. Ruh degan söz Qur'on Karimda 23 o'rinda kelgan bo'lib, hayot, farishta, Qur'on, Jibril, Nusrat, ilahi qudrat deganda ko'p ma'nolarda kelgan. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ruhu min amri robbi degan oyatda jon ve hayotlik degan ma'noda kelgan. Yawma yaqumur ruhu vel malaikatu saffa. Qiyomat kuni Jibril ve farishtalar sep bulup turdu degan oyatda Jibril ruh deb atalgan. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Ey Peygamber, shuningdek, yani senden ilgirki peygamberlarga vahiy qilganimizdek, sana mo emrimiz bilan Qur'onni vahiy qildik. Yani bu oyatda ruh Qur'on ma'nosida kelgan. Ve ayyadahum bi ruhin minhu. Şahidin bulgan medet bilen Allah ulanı güçlendirdi. Bu ayette ruh, medet ve nusret manası gelgen. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinin ümitsiz bulmanlar diyen ayette manası gelgen. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي Men onu buluk yaratkan, oğa ruhimden tüyülgen, kürgüzgen çağda diyen ayette ruh, ilahi kudret degan ma'noda kelgan. İnsanlar gerçi ruhning nima ekanligini, uning mohiyatini bilmasimi, ruhning vazifasini ve xususiyatlarini biladi. Ruhni o'zini ko'rgili yoki qiyos qilgili bo'lmaydigan radio to'lqinlarga yoki elektr o'xshatishga bo'ladi. Ya'ni bu narsalarni o'zini ko'rgili bo'lmaydi, ammo natijasini ko'rgili bo'ladi. Masalan, elektr to'pning bağı yo'q, ko'rgili bo'lmaydi. Ammo lampochkani chaqgandan keyin to'pning bağı yo'q. Lampochkaning yonganligi uning natijasi. Shunday radio to'lqinlarning to'lqin radioni chaqgandan keyin ko'zga ko'rinmaydi, ammo natijasini bilgil bo'ladigan narsa. Chunki vujudimizdagi hujayralarni harakatlantiradigan narsa ruh. Ruh bir hareketlendirgüçü, bir energiya, kuch. Ruhning xususiyatlaridan biri vücudni hareketlendirish bo'lib, hujayralardan tarkib topgan bu moddiy vücutda ruhning bo'lishi hujayralarni hareketlendiradigan, o'sadigan ve yashaydigan qilish rolini o'ynaydi. Chunki Alloh taolo jimi jonliqlarga ruhdan iborat bu energiyani taqdim etgan bo'lib, mushu energiyaning sayesinde hücreler hareketlenidi, köpüydü ve tarqıldı, bölünüdü. Bizning Uyg'ur tilimizda mi birovning birdan faoliyat bo'lib ketganligini ruhlanib ketdi, ruhi yuksalib ketdi. Masalan, vaznasihat, yoki Qur'on o'qish, yoki bir ta'sirli she'r o'qish, yoki bir roman o'qish, ta'sirli bir narsadan keyin insonningki ruhlanıp ketkenini ruhi uzuk aldı deyilmezsen. Demek bu ruh energiya, canlıklardaki bir energiya. Kıskası ruh insan vücudunda maşininin motoruga okşasa, nefs maşininin ruluga okşaydı. Nefs vücudunu onun ruh bilen birlikte ya ki amallıkka ya ki hareket başlaydı. Sonra Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İnnen nefse le ammaratun bis-su illa ma rahime rabbi. Nefs hakikaten yaman işlerde köp buyuruydu. Fakat Rabbim rahim kılgan adamlar bunun müstesna değil. Arap'ta ruh
degan so'z bilan nefs degan so'z ba'zida bir ma'noda keldi. Ya'ni ikkisi jon degan ma'noda birlashadi. Jon degan so'z Arabchada ruh yoki nefs deb ataladi. Bu ikki so'z ko'p hollarda o'xshash ma'noda qo'nilsa-mu, gohida farqli ma'noda. Masalan, nefs yana o'z deganini bildirdi. Masalan, jaa muhabbat nefsi desa, faqat o'zi keldi. Ya'ni o'z degan ma'noda keldi. Ammo birining chiqqani fadat ruhu deydi, uni harakat demaydi. Ya'ni fadat nafsu demaydi. Harakat ruhu ve fadat ruhu, yani ceni çıktı deydi. Mesela demek bu ba'zida bir ma'noda qo'llanadi, ko'p vaqtlarda bu bir ma'noda qo'llanadi ruh endi. Shunga islom manbalarida kelgan tazkiyatin nafs deganni biz nafsni paklash deymiz. Buni ruhni paklash demaymiz. Nimishga deganda ruh o'zi pak narsa. O'zi bu bir energiya, bir qo'zg'atuvchi narsa. U faqat saflıqqa, o'zining safligini saqlashga muhtoj. Nafs bo'lsa, o'zini shahvonilikdan, ochlikdan qazilashga, o'zini paklashga muhtoj. Nafs ruh andaq emas. Shunga arab tilida kelgan tazkiyatun nafs, tathir nafs degani paklash demaymiz. Neklash deymiz. Ruh paklanishga emas, suzukligini saqlashga muhtoj. Chunki ruh o'zi pak narsa. Uni paklashga hojat yo'q. Paklashga tegishli narsa nafsdir. Chunki nafs odamni yomon ishlarga undaydi, hatto boshlab mangadi. Ammo ruh odamni harakatlanishga, faoliyatchanlikka boshlaydi. Xulos qilganda Alloh taolo insonga ruh bilan nafsni ato qilgan bo'lib, insonning ruhi uningdagi ichki go'zalliklarga, uning nafsi ko'p hollarda uningdagi yomonliklarga vakillik qiladi. Sağlam fikir, or nomus, saxiylik, vafodorlik va barcha go'zal axloq uningdagi ruhiy go'zallik ifodaligida nafsiyatchiligi, og'ulligi, Qur'on Kerimda la tahzan innalloh ma'ana, g'am qilmagin, Alloh haqiqatan biz bilan birga. Bu so'z Allohning qo'g'dishi, Allohning igdorchiligi, Allohning kuyimi va Allohning yordami jazm yordamiga jazm qilgan har qanday kishi deydigan bir so'z bu. Allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qala hasbunalloh va ni'mal vakil. Müşrikler taraftarı bolganlar ularga, yani müminler şüphesiz ki yani Kureyşler sizlerine karşı koşunu topladı. Ulardan korkunlar dedi. Bu söz ularının imanını küçeytti. Ular bizge Allah kıfaya, Allah nime degen yaxşı hami dedi. Allah'ın hamiliği bizge yeterliktir dedi. Demek bu nefsinin süzüklüğü, ruhning suzukligiga endi ortqa vaqtda inson Allohga bo'lgan tavakkuli, Allohga bo'lgan yaqinligi, Allohga bo'lgan ishonchi oshidi va ko'ngli xotirjamlikka to'ladi. Endi bu ruh qazanishga emas, yukselishga, o'ziningki safligini qo'g'dashga muhtoj. Ruhning safligini qanday qo'g'daymiz? Ruhning safligini qo'g'dashning muhim omillari bor. Mesela birinci, ötmüşün hasretlerinden, geleceğin g'amlaridan qutuluş. Çünkü hayat degen, muşu hazırda yaşayotgan hayatga qaratilgan bir yaşam, bir hayat. Endi mesela, tünigenki bir adamga hayat desek, tulu vaqtda udul chiqmaydi, belki tünigen qolgan bo'lishi mumkin. Ammo ertagi bir adamga bugunla hayat, yani erti uchun hayat deb qo'ysak, masalan, ertaga o'ylab qilish mumkin. Şu an hozir hayat deymiz. Hayat, hozirgi hayotni yashash, o'tmishni eslash emas, kelajakni g'amini qilish emas. Insonning ruhiy suzukligini buzgan birinchi narsa o'tmishda o'tgan ko'ngilsizliklar, ziyon, zahmatlar, musibatlarni eslab ko'nglini g'ash qilish. Undan keyin
kelajakda bo'lmagan ishlarga undoq bo'ladimi, bundoq bo'ladimi g'am qayg'uga patish. Inson g'am qayg'uga patganda va tashvishga patgan vaqtida ruhiysizlik bo'lmaydi. Ruhiysizlik bo'lmagandan uning qalbi aram topmaydi. Şu an ruhni süzükliğini saqlab qilish uchun birinchi qilgan ish o'tmishlarning hasratlaridan kelajakni ham qayg'udan qutulish. İkinci bunun ameli Allah Teala'nı zikr qilish. Allah Teala'nı zikr qilish haqiqatan ruhni süzüklikka elib boradigan bir narsa. Endi yani Allah'ın zikri ko'p narsalarni Kur'an o'qish, namoz o'qish, ro'za tutish, Allohga iltijo yaxshi qilish, Allohning yo'lida da'vat qilish deganlarning hammasi Allohning zikri yotadi. Buning ichida namoz zikr eng yaxshisi. Chunki namozda tahlil bor, istig'for bor, munojat, duo bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga duo bor, hamd bor. Demak, zikir Allah Teala'nın yad etiş, Allah Teala bilan buluş arqali inson şu huzur halovatini tepishdagi asosiy sabab süzük bo'lganligi. İnsanın ruhi süzük bo'lganligi u haqiqatan aram topgan ko'ngillik bir nafsga aylandi. Masalan, bir odam bir şəhərinin bir chetida bir hukuma barkan, şunun hikmet ügüney deb ketdi. Kelgandan bu hukuma uni tamamen sizga hikmet ügütay, emas quduqning yeniga boraydi debdi. Quduqning yeniga berib, siz shu quduqning suyiga qarab turib, o'zingizning suratini ko'rib turib, tafakkur qiling debdi. Ma'qul deb bu bir tosh etibdi, u labdanishib o suv davolib adamni o'zi ko'rmay qoldi. Yana to'xtadi, yana bir tosh etibdi, qilgandan keyin undan keyin hukumat to'xtab, binasini o'ylay oldingizmi degandan keyin bu siz tosh etib turgandan keyin bu o'zini ko'rasini o'ylayapman degandan keyin tamam sizga ba'at yo'g'an hikmat shu deb. Demak, cho'g'ini sen ko'nglingga g'am andishani va sening huzurini buzadigan ruhinin süzüklüğünü bozulduğun nesini keltirmek, yıkıllaştırmayın dedi. Yani bu yıkıllaştırmasının ki amilleri kanda ağırdısak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazda tehiyyatını okuğa vakti Allah Teala'nın bir kanç nesini panah tileydi. Şunun için Allah'ın e'udubik minel hemmi ve kazan deydi. Ben g'amkinlik ve ko'ngilsizlikdan panah yani g'amkinlik bo'lmasa shu g'amkinlik va ko'ngilsizlik bo'lgandan keyin qilolmaydi, qatr qilib qilolmaydi, hatto hech qanday ishni joyida qilolmaydi. G'amkinlikdan ko'ngilsizlik bo'lgan qoladi. Nafsninki ya'ni bu ruhning sizib bo'lishi bizning ruh ishimizga foydali qanday. Nafslik vaqtida sağlam karar kılamayız, sağlam to'g'ri. Ammo ruhimizning süzüklüğü bozulgan, sul daval turgan vaqtda hech qanday yani biz bu ruhimizning süzüklüğünü saqlab qolishga vesile bo'ladigan tafakkur qilish. Har joyda yoki uyda qorong'uda mumkin bo'lsa qorong'uda o'tirib tafakkur qilish. Bu tafakkur qilish hakikaten insanınki ko'nglini naytibek aramaga elib boradigan ruhini süzüklüğü tutgan bir. Şuna bizniki şu namoz o'qishda, Alloh taolaga iltijo qilishda ko'nglimizda shu tasalli tepishi, ruhimizning süzülüp qilishimi shu endi. Yolg'iz xoli bo'lish endi. Xoli bo'lib tafakkur qilish, Allohni zikr qilish, istig'for etish, bugun bir kunning ichida qanday yaxshi ishlarni qilding, qanday xatoliklarni sodir qilding, nima qilmoqchi bu tafakkur o'ylanish, shuning hammasi odamningki ruhini süzüklükka elib boradigan ishlar. Onun degan to'rtinchisi xolisani qilish. Yaxshi ish qilish degan haqiqatan bu bitimlarga yaxshi ish qilib qo'yish, bitimlarga yordam qilish, so'zda bo'lsin, moddiy pul mol tarafda bo'lsin yoki kuchingdan bo'lsin,
nim bilen olsa kişiler bir yaxşılık yetkiziş, yaxşılık kılıngan adamdan bakırak yaxşılık kılgan adam bek hoş oldu bununda. Yaxşılıkның şundan bir təmi var ki, onu kılganlar bilirdi. Aşını kılganlar bilirdi. Şuna insanlar başkalarına yaxşılık kıldıgan, her qanday bir adamın yardımını yugurduğan, yardım kılışta meyli maddi cəhət, meyli manevi taraftan olsun, yardımsız, bexillik kılmaydıgan adamın ki, çıraydan həmişə xoşallık yığıp durdu. Mesela onda adamlar ancak g'amkin bo'lmaydi hayatda. Şuna biz hayat ruhimizdeki süzüklikini saqlashga muhtaç. Çünkü ruhimizning süzüklikini saqlayalsak kalbimiz aram tapıdı. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub deyken Allah'ın zikri bilen kalpler aram tapıdı. Kalpler qanday aram tapıdı? Şu ruh süzük bo'lgan chog'da aram tapıdı. Quduqqa üzünün sürütünü kürep tutsa, taş taşısa, üzünün sürütü leptanışıp üzünü küremmeyen okşar. İnsan üzünün sürütünü, üzünü küremmegendeki o nur hatalıklarını kıpsaldı, hata sözünü kıpsaldı, hata işlerini kıpsaldı. Çünkü o üzde enes. Üzünün sürütünü kürep durup, üzünün nimi kılıvatkallıkını, nimi devatkallıkını, qanday halat işkenlikini üzün bilip durup tuğa vaxtıda kılgan işlerim neticelik ve galibelik toğru. Ama çünkü üzerinin sürütünü kürenmegen, üzerinin ruhininki nimisi davolguş bilen ruhinin süzüklüğü bozulgan çağda insanın aklı her neresi çeçilip gitti. Bu çeçilip gitiş boğazın insan aklını bir yer yığıp, akıl fikrini yığıp, üzü doğru bir tefekkür kılamaydı. Şuna biz Allah Teala'dan ruhumuzun süzük buluşunu, gam endişelerden yirak buluşunu, gam endişelerden yirak buluşunu Allah Teala'dan tilişimiz gerek. Allah Teala'nı yaxşı işlerini kılışka ve kalbimizni, ruhumuzni hemişe süzük ve sap tutuşka nesip kılsın. Amin. Kadirli görermenler, bugünkü dersimiz bu yerde ahırlaştı. Köngül koyup anlıqallıqın için hemmelerden Allah razı olsun. Aman olunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.